Fazola ibn Ubayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis-i sharifda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam solih amallarda, go'zal amallarda, yaxshi amallarda keksayishlik ulug' ne'mat ekanligi haqida aytadilarki, Man shaba shaybatan fi sabilillah kanat nuran lahu yawm al-qiyamah. Ravahul Imom Ahmad. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, kimning sochi Alloh yo'lida oqarsa, sochining har tolasi uning uchun qiyomat kuni nur bo'ladi degan ekan. Mana kimning sochi Alloh yo'lida oqarsa, sochining har tolasi uning uchun qiyomat kuni nur bo'ladi deyaptilar Payg'ambar sollallohu alayhi. Azizlar, sochimiz oqaryapti. Hammamiz yoshimiz kattargan sari. Lekin ana shu sochni oqarishligiga ham e'tibor beraylikki, islomda oqarsin. Alloh rozi bo'ladigan amallarda oqarsin sochlarimiz. Alloh xursand bo'ladigan, mo'min musulmonlarga manfaat yetkazadigan, xalqi bir koriga yaraydigan yaxshi amallar bilan sochlarimiz oqarsinki, qiyomat kuni u sochlarimizning har bir tolasi siz bilan bizlar uchun nur bo'lsin. E'tiborli bo'laylik. Shunday oqarib qo'ya qolmasin.